Bilaman hozir siz bu videoni ko'ryapsiz. Balki qo'lingizda telefon, atrofingizda dunyoni to'xtovsiz shovqini yoki yolg'iz uyingizda odatdagidek ekranni maqsadsiz titkilayapsiz. Lekin bir daqiqa to'xtab o'ylab ko'ring, siz rostdan ham baxtlimisiz? Men sizdan nima yeb ichganingiz, kiygan kiyimingizni brendi qanaqaligi, Instagramda qancha obunachingiz borligi-yu mashhurligingizni so'ramayman. Men sizni ichki dunyoyingizni so'rayman. Kechasi boshingizni yostiqqa qo'yganingizda, telefon nuri o'chganda, qorong'ulikda, yolg'iz qolganingizda, ichingizda bir bo'shliqqa his qilmayapsizmi? Har doimgi takrorlanadigan zerikish, bir xil bezovtalik, ko'ngilni yarimligi sizni qiynamayaptimi? Bir lahza to'xtab, Alloh uchun samimiy javob bering, birodarim. Siz o'zingizni sog'inmadingizmi? Ko'ngli pok, ko'zlari nurli, peshonasi sajdaga borganda yuragi titraydigan va ko'zlaridan shashqator yosh oqadigan, Alloh deyilsa qalblari larzaga keladigan o'sha avvalgi o'zingizni sog'inmadingizmi? Biz yo'limizni yo'qotdik. Bizga nima bo'ldiki, qalblarimiz bu darajada toshlardan-da qattiq qotib ketdi. Har kuni yuzlagan rilslarni tomosha qilamiz. Bo'lar bo'lmas videolar, ma'nosiz vayllar, majburan shularni kulib ko'ramiz. Ammo kechasi yostiqqa bosh qo'yganimizda, chiroqlar va telefon nuri o'chganda, o'sha qorong'ulikda qalbimizdagi bo'shliq ichimizni yeya boshlaydi. Sizni qalbingizda lovullagan cho'g'i bor edi, iymon cho'g'i. Lekin biz uni ustiga gunoh, g'aflat va dunyo kunlarini shunchalik ko'p tashladikki, u iymon cho'g'i ko'rinmasdan ketdi. Balki siz men endi o'zgarmayman, men tugadim deb o'ylayotgandirsiz, lekin yo'q birodarim. U qalbingizdagi cho'g' o'chmadi, faqatgina kul ostida qolib ketdi. Alloh sizni unutgani yo'q do'stim. Sizni ma'nosiz hayotdan qutqarish uchun u sizga yana bir imkonni berdi. Uning ismi Ramazon. Ramazon, hada shahrul g'ufron, yaghfir zambi rahman. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Abdulloh. Bu Ramazonni qalbingizni qanday o'zgartirishi mumkinligini tushuntirish uchun sizga sahobalar davrida bo'lib o'tgan bir voqeani aytib bermoqchiman. Siz bu qissani odatdagidek qissa deb hisoblamang. Inshaalloh bu qissa sizni kelajagingiz bo'ladi. Sahobalar orasida ikki yaqin do'st bor edi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzuriga kelib, birga musulmon bo'lishgandi. Ulardan biri juda botir, Alloh yo'lida qahramonlarcha jang qilib, eng yuqori martabalardan bo'lgan shahidlik maqomiga erishadi. Ikkinchi do'sti esa undan keyin yana bir yil yashab, o'zini to'shagida vafot topadi. Kunlarning birida Talha ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu tush ko'radi. Tushida haligi ikki do'st jannat eshiklari oldida kirishligini kutib turishgan bo'ladi. Shunda jannat darvozasi ochilib, haligi to'shagida vafot topgan do'sti shahid do'stidan avval jannatga kirib ketadi. So'ng shahid bo'lgan do'sti kiradi. Talha roziyallohu anhu ko'rgan tushlaridan hayron bo'ladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu tushni eshitganlarida nima uchun bundan hayratga tushdinglar deb so'raydilar. Shunda sahobalar: "Ey Allohning rasuli, bundan qanday hayron bo'lmaylik? Biri Alloh yo'lida shahid bo'lsa-yu, yana biri o'z to'shagida vafot etsa. Qanday uyida vafot etgan odam shahiddan-da oldin jannatga avval kirib ketishi mumkin?" deb aytishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "U do'stidan keyin yana bir yil yashamadimi?" deb so'radilar. "Ha, yashadi" deb javob berishdi. "U yana bir Ramazonga yetib roza tutmadimi? Bir yil namoz o'qimadimi?" "Ha, shunday" deb javob berishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarning hayronligini ko'rib, hamma musulmonlarning qalbini titratadigan, bizani bugungi g'aflatimizga malham bo'ladigan ushbu javobni beradilar. Mana shu sababdan ularning orasidagi farq osmon bilan yer orasidagi masofadek yiroq bo'lib ketdi deb javob berdilar. Tasavvur qiling do'stim, birgina samimiy o'tkazilingan Ramazon sizni shahidlardan ham oldinga o'tkazish imkoniyatiga ega. Chunki Ramazon boshqa oylar kabi oddiy oy emas. U Allohning rahmat eshiklari ochiladigan, gunohkor bandalari quchog'iga olinadigan, ruhlar qayta tug'iladigan mo'jizadir. Siz hozir tiriksiz, alhamdulillah. Qo'lingizda ushbu fursat bor. Bu sizni qo'lingizdagi bebaho bo'lgan biletingiz. Uni hargiz yirtib tashlamang. Unda biz qayoqda xato qilamiz? Har yil Ramazon keladi. Boshida 3-4 kun shijoatlanib, ibodatlarga qattiq kirishamiz. Masjidlar to'ladi, qalblarimiz yumshaydi. Ammo bir hafta, 10 kun o'tgach, saflar sekin bo'shaydi. Qur'on sahifalari yopilgancha ochilmaydi va yana eski ma'nosiz odatlarimizga, telefonimizga, dunyo hayotiga qaytamiz. Nimaga? Buni tushuntirish uchun sizga ikkita misol keltiraman. Bu sizni Ramazonga bo'lgan qarashingizni tubdan o'zgartirib yuboradi. Birinchisi aqlli talaba misoli. Har bir talaba yil yakunida katta imtihon bo'lishini biladi.
Lekin ko'pchilik imtihonga 1-2 oy qolganda shoshilib tayyorgarlik boshlaydi. Ammo aqlli talabachi yil boshidan tayyorlanadi. Darslarini vaqtida o'zlashtirishga, berilgan topshiriqlarni vaqtida qilishga harakat qiladi. Bizni ham misolimiz mana shu talaba misoli kabi. Bu birinchi zikr qilingan talabaga o'xshab Ramazonga kech tayyorlanib yoki tayyorgarliksiz kiramiz. Go'yo kutilmagan mehmon kelgandek. Ruhimiz tayyorlanmasdan, qalbimiz dunyo bilan band. Shuning uchun bu ulug' mavsumdan quruq qo'l bilan chiqib ketamiz. Ikkinchisi bo'lsa, mahoratli futbolchi misoli. Futbolchi to'pni yaxshi boshqarishi, tez yugurishi va talantli bo'lishi mumkin. Ammo agar jismoniy chiniqmagan bo'lsa, mashg'ulotlarni qoldirgan bo'lsa, maydonga tushgach 10 daqiqa o'tar o'tmas charchoqdan yerga yiqiladi. Biz ham xuddi shundaymiz. Qanday roza tutishi, qanday namoz o'qishi, qaysi amallarni qilishimiz kerakligini bilamiz. Ammo ruhiy tayyorgarligimiz yo'q. Yil davomida Qur'on bilan yashamaymiz. Nafsimizda jo'lovlamaymiz. Tunlarni ibodat bilan o'tkazishga harakat qilmaymiz. Shuning uchun Ramazon kirganda 3 kundan keyin charchab qolamiz. Ba'zan o'zimizga aytamiz: "Men ham yaxshi odam bo'lgim keladi. Men ham Qur'on o'qisam deyman, sajdalarda Allohga yosh to'kib yig'lasam deyman, lekin nimagadir qila olmayman. Qo'lim bormaydi, oyog'im tortmaydi. Ichimda bu narsalarga quvvat yo'q." Bilasizmi, birodarim? Bu shunchaki suskashlik emas, bu bir jazo. Islom tarixidagi mashhur tobeinlardan biri Fuzayl ibn Iyos aytganlarki, agar kechasi namoz o'qishga va kunduzi roza tutishga qodir bo'la olmasang, bilginki sen mahrum qilingan va kishanlangan odamsan. Seni gunohlaring kishanlab qo'ygan. Tasavvur qiling, yugurmoqchisiz, lekin oyog'ingizda 100 kilolik temir zanjir bor. Qanday yugurasiz? Ko'zimiz bilan qilgan gunohlarimiz, telefonda ko'rgan harom narsalarimiz, quloqimiz bilan eshitgan g'iybatlar, qalbimizdagi kibr va dunyoga bo'lgan ortiqcha muhabbat, hasad, bularning hammasi zanjir bo'lib bizni bog'lab qo'ygan. Shuning uchun Qur'onni qo'lingizga olamiz. Shuning uchun namoz sizga og'ir keladi. Allohning zikri esa sizga zerikarli tuyuladi. Biz o'z gunohlarimiz bilan o'zimizni qamab qo'ydik. Bu kishanlardan qutulishning yagona yo'li tavbadir. Tavba shunchaki "Meni kechir Allohim" deb qo'yish emas. Tavba bu qaytish, xuddi qorong'u g'ordan yorug'likka qaytgandek, qullikdan ozodlikka qaytish. Hozir ayni damda Allohga duo qiling. Ya Robbim, men bu kishanlardan charchadim. Bu ruhiy qamoqdan chiqmoqchiman. Meni bu og'ir yukdan ozod qilgin. Men o'zingga qaytdim, ya Robbim, meni qabul qilgin. Amin. Mana shu tavba sizning ruhiy poklanishingiz hisoblanadi. Mana Ramazonni ham deyarli yarmi ortda qoldi. Ushbu oy tugamasdanoq oyoq qo'llaringizdagi zanjir kishanlarni sindirib, parchalab tashlang. Bu oydan yengil va gunohlardan pok holatda chiqing. Men hozir sizga 3 xil qurol beraman, ularni albatta ishlating. Birinchisi, Allohga suyaning. Siz o'z kuchingiz, irodangiz orqali yaxshi odam bo'lib qolamiz. Buni tushunib yeting. O'z kuchingiz bilan ibodat qilamiz yoki roza tuta olmaysiz. Faqat va faqat olamlarning Robbisi yordam bersagina, tavfiq bersagina qila olasiz. Mana ko'pchiligimiz qayerda xato qilamiz? Xatoyimiz men o'zim irodam bilan falon ishlarni qilaman, o'zim kuchim bilan qilaman deganimizda. Yo'q, birodarim, biz ojizmiz. Shuning uchun sizni birinchi qurolingiz la havla va la quvvata illa billah bo'lmoqligi lozim. Allohdan boshqa kuch qudrat yo'q. Shu zikrni har kuni 100 marotaba, 1000 marotaba ayting. Ey Robbim, sen menga kuch quvvat bermasang, bir qadam oldiga bosa olmayman. O'zing menga yo'l ko'rsatmasang, to'g'ri yo'lni topa olmayman. O'zing qabul qilmasang, meni ozgina qilgan amalimni hech qanaqa qiymati yo'q deb yolvoring. Buni chin dildan ayting. Allohga oldida qanchalar ojizligingizni bo'yningizga olsangiz, Alloh sizni shunchalik kuchli qiladi. Ikkinchisi, tark etish. Sizning iymoningizga eng ko'p zarar berayotgan narsa qo'lingizdagi telefon va ijtimoiy tarmoqlar. E'tibor bering. Sizning qalbingizni qoraytirayotgan, iymoningizga zarar yetkazayotgan bu narsa mana shu bir parcha ekran. Ramazon oyida bunaqangi narsalarga diqqatli bo'ling. Solih do'stlarni o'zingizga yaqin tuting. Sizni Allohdan uzoqlashtiradigan gaplari va maqsadlari faqat dunyoviy narsalar, o'yin kulgu, moda va yeb ichishdan iborat bo'lgan do'stlaringizdan uzoqlashing. Sizga iymoniy ozuqa beradigan, ko'rganingizda sizni Allohni eslatadigan, yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytaradigan solih do'stlar bilan birga bo'ling. Qalbingiz shovqindan qutulsa, undan keyin Allohning sadosini anglay olasiz. Iymoningizni telefon nuri bilan emas, balki Qur'on nuri bilan oziqlantiring. Uchinchisi, juda oz, lekin davomli bo'lgan amallarni qiling. Oldingizga kichik vazifalarni maqsad qilib qo'ying. Masalan, Qur'on bilan sirlashish, kuniga ko'p Qur'on o'qimasangiz ham, atiga bir bet o'qing, lekin tarjimasi bilan o'qing. Ammo Qur'on shunchaki xatm qilib qo'yish uchun emas, Allohning sizga nima deyotganligini tushunish uchun o'qing. Tarjimasini o'qib tafakkur qiling. Xuddi Alloh sizga maxsus xat yozgandek o'qing. Yoki tahajjud namozi.
Hamma saharlikka tayyorlanib, ovqatlarini hozirlayotgan bir paytda siz 2 rakat namoz o'qib, Alloh bilan yolg'iz qoling. Ichingizdagi nimaiki dardingiz bo'lsa, Allohga to'kib soling. Shu vaqtdagi jimjitlik, sakinat sizni yil bo'yi yetadigan kuch bilan ta'minlaydi inshaalloh. Uchinchisi, maxfiy sadaqa. Har kuni sadaqa qiling. Bir og'iz shirin so'z, bir dona xurmo yoki bir muhtoj odamga yordam qiling. Og'ir yukli ko'tarib ketayotgan yosh katta odamga yordam bering. Hech kim bilmasin. Faqat Alloh bilan sizni orangizdagi bir sir bo'lib qolsin. Birodarim, bu Ramazon sizni hayotingizdagi 1 yillik odat yoki 1 oylik o'zini ovqatlardan tiyish oyi bo'lib o'tib ketmasligi kerak. Bu oy sizni qayta tug'ilishingiz bo'lsin. Xuddi onadan tug'ilgandek pok va gunohsiz. Keling bu videoni 3 oltin duo bilan yakunlasak. Bu duoni yozib oling. Ko'zingiz ko'p tushadigan joyiga qo'yib qo'ying. Bu duolarni sajdada har kuni ko'z yoshlar bilan o'qing. Birinchisi: Allohumma a'ini ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Ey Alloh, seni zikr qilishimga, senga shukr qilishimga va senga go'zal ibodat qilishimga o'zing yordam ber. Agar Alloh sizga yordam qilmasa, siz hech narsa qila olmaysiz. Ikkinchisi: Allohumma a'tiq riqabana minan nar. Ey Alloh, bizga jahannam azobidan najot ber. Uchinchisi: Allohumma inna nas'alukal firdavsal a'la. Ey Alloh, albatta biz sendan eng oliy Firdavs jannatini so'raymiz. Hargiz Robbingizdan oz so'ramang, chunki Robbimiz cheksiz mulk egasi va har narsaga qodir bo'lgan karamli zotdir. Balki bu Ramazon sizga eng oxirgi Ramazondir. Keyingi yilgi Ramazonda kimlar bor, kimlar yo'q Alloh biladi. Do'stim, telefoningizni qo'ying, tahorat oling va Robbingizga duo qiling. Ey Robbim, men keldim. Men ojiz bo'lgan bandang, ko'plagan gunohlar bilan keldim. Lekin seni rahmating keng ya Robbi, meni qabul qilgin, meni o'zgartirgin Robbim deb duo qiling. Alloh taolo bu Ramazonni siz va men uchun hayotimizdagi eng go'zal, qalbimizdagi tafti pasayib qolgan cho'g'ni lovullatadigan oy qilsin.